Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hamda bilimga chanqoq o'smir yoshlar. O'zbekiston teleradio kanali bilan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hamda Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi hamkorlikda tayyorlayotgan Oila izza top ko'rsatuvining yangi davra saralash musobaqasini boshlaymiz. Bugun siz Namangan viloyati maktab o'quvchilari ishtirokidagi musobaqani tomosha qilasiz. Qatnashchilarni kutib oling. Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabining Kosonsoy guruhi hamda Pop tumani To'da qishlog'idagi 11-umumiy o'rta ta'lim maktabining Pop guruhi. Ana endi har ikkala guruh qatnashchilari bilan alohida yaqindan tanishib olamiz. Buni birinchi bo'lib musobaqa maydoniga chiqqan Kosonsoy guruh qatnashchilaridan boshlay qolamiz. Kosonsoy guruhining sardori Dilshodaxon, marhamat, guruhdoshlaringiz bilan tanishtiring. Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilaridan tashkil topgan Kosonsoy guruhi bilan tanishing. Tarix fanidan Malikaxon, odam va uning salomatligi fanidan Madinaxon, geografiya fanidan Tohirbek, milliy g'oya ma'naviyat asoslari fanidan Dildoraxon va men guruh sardori Dilshoda adabiyot fanidan guruhimiz sha'nini himoya qilamiz. Ana endi Pop guruh qatnashchilari bilan tanishamiz. Pop guruhining sardori Dilfuzaxon, marhamat, guruhdoshlaringiz bilan tanishtiring. Pop tumani To'da qishlog'idagi 11-umumiy ta'lim maktabi o'quvchilaridan tashkil topgan Pop guruh qatnashchilari bilan tanishing. Maktabimiz shoirasi bu musobaqada adabiyot fanidan Muyassarxon, odam va uning salomatligi fanidan Abdulhamid, tarix fanidan Nigoraxon, milliy g'oya va ma'naviyat asoslari fanidan Saodatxon va men guruh sardori Dilfuzaxon fizika fanidan guruhimiz sha'nini himoya qilamiz. Musobaqani boshlashdan avval uning qonun-qoidalari haqida qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Musobaqa bilasizki, fanlar yuzasidan bo'lib o'tadi. Uni qaysi fanlar bo'yicha o'tkazilishini siz monitor ekran orqali ko'rib turibsiz. Bular fizika, matematika, tibbiyot, ma'naviyat asoslari, geografiya, adabiyot va tarix fanlaridir. Ushbu fanlardan qaysi birini tanlash va o'sha fan yuzasidan beriladigan savollarga javob berish o'z ixtiyorlaringizda. Buning uchun sizlarda ushbu fanlardan istagan birini tanlash imkoniyati bor. Albatta, baholar ball sistemasida qo'yib boriladi. Ishtirokchilarning bilimlarini maslahatchilar kuzatib borishadi. Ular bilan tanishing. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev, tarix fanlari doktori, professor Diloromxon Bobojonova, biologiya fanlari nomzodi Mamlakatxon Umarova, fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Damin Shamsiyev va geografiya fanlari nomzodi dotsent Mirali Mirakmalovlar. Fanlar yuzasidan beriladigan savollarni tuzishda internet saytlaridan, axborotnoma to'plamlaridan va maktab darsliklaridan foydalanilgan va bu savollar diskka ko'chirilib qo'yilgan. Hozir borib ana shu diskni maslahatchilar stolisidan olib kelaman. Va albatta bu diskni kompyuterga joylayman. Unga qadar guruh sardorlarini musobaqa maydoniga taklif etmoqchiman. Marhamat, kelinglar. Kosonsoy guruhining sardori Dilshodaxon, hayajonlanmayapsizmi? Hayajonlanyapsizmi? Dilfuzaxon, sizchi? Ozgina hayajonlanyapsiz. Ozgina hayajonlanyapsiz. Demak, biringiz hayajonlanmayapsiz, biringiz esa hayajonlanyapsiz. Qani buni sardorlar musobaqasida ko'ramiz, qanchalik hayajonlaringiz bor va yo'q ekanligini. Buning uchun men sizlarga tezlik bilan turli sohalarga oid bo'lgan savollarni o'qib eshitiraman. Sizlar esa tezlik bilan javob qaytarishlaringiz kerak. Qaysi guruh sardori eng kamida 7 savolga to'g'ri javob bera olsa, ushbu badiiy asarlar to'plamiga ega bo'ladi. Buni birinchi bo'lib hayajonlanmayotgan Dilshodaxondan boshlaymiz. Vaqtni belgilayman. Vaqt ketdi. Qaysi shaxmat sipohi boshqa sipohga aylanishi mumkin? Piyoda. To'g'ri. Malika Jo'xorining vatani qayer? Kings. Amerika. Parhez bilan davolash tabobatda nima deyiladi? Kings. Dietoterapiya yurtimizdagi qaysi shahar nomi tuz koniga yaqin bo'lganidan kelib chiqqan? Namangan. To'g'ri. Mustosh davri fanda qanday aytiladi? Kings. Eneolitik hadnasi qaysi fanning qadimiy nomi? Geometriya. To'g'ri. Saturn sayyorasining sharqona nomi nima? Kings. Zuhal. Fan nomzodi ilmiy darajami yoki ilmiy unvon? Ilmiy daraja. Barakalla. Itburun qaysi o'simlikning ikkinchi nomi?
Keyingisi. Namatakning she'riy topishmoq nima? Chiston. To'ppa-to'g'ri. Vaqt tugadi. Dilshodaxon, siz berilgan 10 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Qani ko'raylikchi, pop guruhining sardori Dilfuzaxon qanday natija ko'rsatar ekanlar? Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqtni belgilayman. Vaqt ketdi. Qoraqalpoq shoiri Ajiniyozning taxallusi nima? Keyingisi. Zevar. Yer yuzasining osmon sferasi bilan kesishgan qismiga nima deyiladi? Ufq. To'g'ri. Angishvonni qaysi barmoqda qiladi? Nomsiz barmoq. To'g'ri. Loydan qo'lda yasalib, oftobda quritilgan tagi yassi cho'zinchoq qurilish materiali nima? G'isht. Guvala. Metal halqalarining umumiy atamasi nima deyiladi? Zanjir. To'g'ri. Savopulning shohi kim? Keyingisi. Shohidib. Tuyalar tizimi nima? Karvon. Qoyil. Qaysi daraxtni dasos daraxti deb atashadi? Keyingisi. Evkaliptni. Tambur, sato, doira chalishda ishlatiladigan maxsus barmoq moslamasi nima? Keyingisi. Noxun. Tarvuz ilk bor qayerda paydo bo'lgan? Afrikada. To'g'ri. Vaqt tugadi. Dilfuzaxon, demak siz berilgan 10 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Demak, hayajonlangan va hayajonlanmagan guruh sardorlari ham bir xil natijani ko'rsatishibdi. Ana endi ko'raylikchi, asosiy musobaqada qanchalik faolroq bo'lar ekansizlar. Asosiy musobaqani boshlaymiz. Bunda qatnashchilar o'z guruhlariga ball olib berishlari kerak. Kelishiga ko'ra dastlabki fanni Kosonsoy guruh qatnashchilari tanlashadi. Tanlang. Men guruhimiz bilan kelishgan holda tarix fanini tanladim. Kim javob beradi? Tarix fanidan Malikaxon javob beradilar. Dilfuzaxon, sizlardan-chi? Bizdan Nigoraxon javob beradilar. Marhamat, kelinglar javob berish o'rniga. Kosonsoy guruhining qatnashchisi Malikaxon, maktabingiz haqida kengroq ma'lumot bera olasizmi? Albatta harakat qilaman. Maktabimizda 1670 nafar o'quvchi ta'lim olib kelmoqda. Bizning maktabda jonli burchak bor. Jonli burchakda quyonlar, parrandalar va kabutarlar boqiladi. Qishlog'imizda yozgi qishki sport maydonchalari bor. 1998-yil Zulfiya mukofoti olgan Muqaddas Xoliqova degan opalarimiz ham bor. Bizning maktabdan professor va olimlar yetishib chiqqan. Nigoraxon, siz ham maktabingiz haqida kengroq ma'lumot berasizmi? Albatta, bizning maktabimiz 1924-yilda tashkil topgan bo'lib, bizning maktabimizda kompyuter xonalari, sport mashg'ulotlari uchun zallar, turli xil bayramlar, musobaqalar o'tkazish uchun zallarimiz mavjud. Bizning maktabimizda 700 ta o'quvchilar bo'lib, ularga 100 ga yaqin o'qituvchilar ta'lim tarbiya berishadi. Ana endi sizlarga tarix fanining qadimgi Rim tarixi bo'limiga oid tezkor savollarni beramiz. Demak, buni birinchi bo'lib Malikaxon sizga beraman. Tayyormisiz? Tayyorman. Qadimgi rimliklar qaysi qurilish materiallarini ixtiro qilganlar? Betonni. Betonni, to'g'ri. Qadimgi rimliklarni devor buzadigan quroli nima deb atalgan? Katapulta. Qoyil. Rim imperiyasi asoschisi kim? Octavian Avgust. Barakalla. Qadimgi Rimda siyosiy arbob bo'lishni istagan har bir kishi nimani o'zlashtirgan bo'lish kerak edi? Notiqlik va ritorika. Qoyil. Qadimgi Rimda ta'lim tizimi rivojlangan edi. Unda qaysi tilni o'rganishga e'tibor berilgan? Yunon tiliga. Yana bir ball qo'lga kiritingiz. Rimdagi eng katta amfiteatr qanday nomlangan va uning nechta tomoshabin bo'lgan? Kolizey deb nomlangan, 50 ming kishi siqqan. 50 ming kishi siqqan. Qoyil. Rim imperatorlaridan birining topshirig'iga ko'ra Iskandariyalik astronomlar taqvim tuzganlar. Shu taqvimga asosan rimliklar 7-oyni qanday nomlashgan? Yupiter. Sentyabr deb nomlashgan. Demak, tarix fanining qadimgi Rim tarixi bo'limiga oid tezkor savollarni ana endi Nigoraxon sizga beraman. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Qadimgi rimliklar bosib olingan yerlarni nima deb ataganlar? Provinsiya deb atashgan. To'g'ri, provinsiya deb atashgan. Rimda qaysi imperator davrida odamlarni yolg'onchilikka, chaqimchilikka asoslanib qatl etish bekor qilingan? Imperator Troyan davrida. Trayan davrida, to'g'ri. Spartak boshchiligidagi qullar qo'zg'oloni qaysi shaharda boshlangan? Bu Sparta. Kapuya shahrida boshlangan. Apenin yarim oroli qachondan boshlab Italiya deb atala boshlangan? 309-yildan boshlab. Miloddan avvalgi 1-asrning oxiridan Oktavian davridan boshlab edi. Keyingi savol: rasmli oltin tangalar qaysi hukmdor davrida ilk bor zarb qilina boshlangan?
Yuliy Sezar davrida. Yuliy Sezar qoyil. Rim tarixchisi Kvint Kurtsi Ruf qalamga olgan Paropamis qaysi joy nomini anglatadi? Bu Hindukush tog'lari. Hindukush tog'lari. Yana bir ballni qo'lga kiritishingiz. Spartak boshchiligidagi qullar qo'zg'oloni ishtirokchilari Rim qo'shinlari ustidan necha marotaba ustun kelganlar? 3 marotaba. Bittaga adashdingiz. 4 marotaba edi Nigoraxon. Tarix fanidan bergan savollarimga aytgan javoblaringiz natijasini tarix fanlari doktori professor Diloromxon Bobojonova baholaydilar, marhamat. Tarix fanining qadimgi Rim tarixiga oid bo'lgan tezkor savollarga Kosonsoy guruhini himoya qilayotgan qizimiz Malikaxon berilgan 7 savoldan 6tasiga to'g'ri javob berdilar. Pop guruhini himoya qilayotgan qizimiz Nigoraxon berilgan 7 savoldan 4tasiga to'g'ri javob berdilar. Natijada Kosonsoy guruhiga 6 ball, Pop guruhiga esa 4 ball berishga qaror qildik. 6-4. Dastlabki fandanoq Kosonsoy guruh qatnashchilari oldinga chiqib olishdi. Musobaqa maydonida Namangan viloyatidan kelgan Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabining Kosonsoy hamda Pop tumani To'da qishlog'idagi 11-umumiy o'rta ta'lim maktabidan kelgan Pop guruhlari. Endigi fanlardan birini Pop guruh qatnashchilari tanlashadi. Marhamat tanlang. Guruhimiz bilan kelishgan holda adabiyot fanini tanladik. Kim javob beradi? Adabiyot fanidan Muyassarxon javob beradilar. Sizlardan-chi? Dilshod opam? O'zim javob berishga harakat qilaman. Muyassarxon, siz adabiyot fanidan chiqdingiz. O'ylaymanki, adabiyot faniga qiziqasiz. Adabiyot faniga qiziqqan odam borligicha eshita olishi kerak. Siz o'zingizni borligicha eshita olaman deb o'ylaysizmi? Ha, albatta. Eshita olasizmi? Ha. Unday bo'lsa bir kuyni eshitib ko'rasizmi? Ha. Qani eshitib ko'raylikchi. Kuyni eshitdingiz-a? Ha. Bu kuyda qaysi shoh asboblarni eshitdingiz? Bu kuyda tanbur va g'ijjak asboblari ovozini eshitdim. Tanbur va g'ijjak asboblar ovozini eshitdingiz. Kuyning nomini-chi, bildingizmi? Kuyning nomi bosh aylagil. Bu kuyning nomi Muyassarxon Ey Sabo edi. Bu kuyda sato va tamburdan foydalanilgan. Satoda esa g'ijjak uslubida foydalanilgan edi. Dilshodaxon, siz Jahon, O'zbek bolalar yozuvchi va shoirlardan kimlarni bilasiz? Jahon bolalar shoir va yozuvchilaridan Pushkin, Andersen, Jonathan Swift, o'zbek bolalar shoir va yozuvchilaridan Xudoyberdi To'xtaboyev, Ilyos Muslim, Qudrat Hikmat, Quddus Muhammadiy, Anvar Obidjon, Tursunboy Adashboyev va boshqalar. Ana endi adabiyot fanidan tezkor savollarni o'qib eshitiraman. Sizlarga uy vazifasi sifatida Tomaris bilan Shiroq haqidagi rivoyatlarni o'qib o'rganib kelish topshirilgan edi. Hozir bu topshiriqni qanday bajarib kelganliklaringizni shu rivoyatlar asosida tuzilgan tezkor savollar orqali sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Buni birinchi bo'lib Muyassarxon sizdan boshlaymiz. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Tomaris haqidagi voqealar qayerda ro'y bergan? Qadimgi O'ks hozirgi Amudaryo bo'ylarida. To'g'ri. Tomaris rivoyatidagi bosqinchi Eron hukmdorining ismi nima edi? Kir edi. Ha, Shiroq rivoyatidagi xalq qahramoni Shiroqqa mehribonlik ko'rsatgan, uni aldab yo'lga solmoqchi bo'lgan sarkarda kim? Ranosbat. Qoyil. Shiroq rivoyati Yunon tarixchisi Poliyenning qaysi asari orqali bizgacha yetib kelgan? Harbiy hiylalar asari orqali. Barakalla. Tomaris tarixda qanday nomlar bilan atalgan? Bilasizmi? Tamirida, Tamiris,
Tomris kabi nomlar bilan atalgan. To'g'ri, barakalla, yana bir balni qo'lga kiritdingiz. To'maris va Shiroq rivoyatlari asosida yaratilgan o'zbek adiblarining qanday asarlari bor? Mirkarim Osimning To'maris afsonasi va Shiroq afsonasi, Mir Muhsinning Shiroq dostonlari bor. Qoyil. Mirkarim Osimning To'maris asaridagi To'marisning kelinining ismi nima edi? Zarina. Zarina edi. Barakalla. Dilshodaxon, ana endi tezkor savollarni siz bilan davom ettiramiz. Tayyormisiz? O'z elining dushmanlariga yordam uchun cho'zadigan qo'limni kesib tashlaganim ma'qul. Ushbu so'zlarni qaysi qahramon aytgan? Shiroq. Shiroq aytgan. Qoyil. Agar elchi bo'lmaganingizda shul gapni aytgan og'zingizni qum bilan to'ldirar edim. Boshimizdan zar sochganingizda ham biz erkinlikni qullikka almashtirmaymiz. Ushbu parcha qaysi asardan olingan? To'maris asaridan olingan. To'maris asaridan olingan. Barakalla. Mirkarim Osimning Shiroq asarida uning nomi So'g'diyada ham, Eronda ham mashhur edi deya ta'riflangan qahramon kim? Bilasizmi? Shiroq. Rustak edi. Keyingi savol. Mard yigit ekan, o'limini nomusdan afzal ko'rdi. O'lmaganda ehtimol ulug' sarkarda bo'lar edi. Ushbu ta'rif kimga qarata aytilgan? Sparangizga. Ha, To'marisning o'g'li Sparangizga qarata aytilgan. To'g'ri aytingiz. Shiroq afsonasida Sak qabilalarining oqsoqollari kengash qurib o'tirgan o'tovning rangi qanaqa edi? O'tovning rangi oq rangda edi. Ha, yana bir balni qo'lga kiritdingiz. To'maris afsonasida masagetlarni hiyla bilan qo'lga tushirish rejasini kirga kim maslahat beradi? Kayxsira. Kirning maslahatchisi Kres maslahat beradi. Qaysi o'zbek xalq ijodi namunasida To'maris afsonasining o'ziga xos ifodasi mavjud? Oysuluv dostonida. To'g'ri, Oysuluv dostonida. Adabiyot fanidan bergan savollarimga aytgan javoblaringiz natijasini O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev baholaydilar, marhamat. Qizlarimiz Shiroq va To'maris afsonalarini o'qiganliklarini, bu afsonalar faqatgina bizning turkiy xalqlarimizda ham, Yevropa xalqlarida ham, hatto Latin Amerikasi grek adabiyotiga ham Palix degan mashhur faylasufning kitoblarida ham, tarix kitoblaridan bo'lganligi ma'lum edi. Yaxshi o'rganib kelibsizlar. Xursand bo'ldik. Nimadan popni himoya qilayotgan qizimiz 7 ta savoldan 7 taga ham juda chiroyli va aniq javob qaytardi. Kosonsoyni himoya qilayotgan qizimiz 7 savoldan 5 tasiga bu ham aniq va chiroyli javob qaytardi. Demakki, ballar taqsimoti Kosonsoyga 5 ball, popga 7 ball deb e'lon qilindi. Guruhlarning ballari tenglashdi, 11-11 bo'ldi. Musobaqa esa davom etadi. Musobaqa maydonida Namangan viloyatidan kelgan maktab o'quvchilari endigi fanlardan birini esa Kosonsoy guruh qatnashchilari tanlashadi. Tanlanglar. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda odam va uning salomatligi fanini tanladik. Kim javob beradi? Bunga Madinaxon javob beradilar. Dilfuzaxon? Bizdan Abdulhamid javob beradilar. Madinaxon, Abduhamid, marhamat kelinglar javob berish o'rniga. Madinaxon, mana siz biologiya fanidan chiqdingiz-a? Sizga bir savolim bor edi. Hushdan ketgan odamga birinchi qanday yordam ko'rsatiladi? Hushdan ketgan odamni agar siz ko'cha-ko'yda yoki maktabda biror joyda ko'rib qolganingizda, birinchi bo'lib u odamni ko'zi tekshirilib ko'radi. Hushdan ketgan odamning ko'zi yuqoriga qarab tevaga qarab ketgan bo'ladi. Ya'ni qorachig'i ko'rinmaydi? Qorachig'i ko'rinmaydi. Hushdan ketgan odamni o'ziga keltirishga uriniladi. Buning uchun yaqin atrofdagi kran yoki ariqdan suv olib kelib yuziga sepiladi. Bemor shunda o'ziga kelsa, uni qayerda bezovta qilayotgani so'raladi. Agar bemor shunda o'ziga kelmasa, unga sun'iy nafas, ya'ni og'izdan og'izga nafas beriladi va yuragi uqalanadi. Shunda ham bemor o'ziga kelmaganda tez tibbiy yordam mashinasi chaqiriladi. Siz qanday to'ldirasiz buni? Birinchi bo'lib uning pulsini aniqlab ko'raman. Buning uchun o'ng qo'limning bosh barmog'ini olib, uning qo'lning arterial qon tomirini topaman va pulsini aniqlab ko'raman. So'ngra esa nafas olishini tekshiraman. Buning uchun
ko'rsatkich barmog'imni uning burni yaqiniga olib boraman va nafas olayotgan yoki yo'qligini aniqlayman. Ya'ni havo chiqmasligiga qarab. So'ngra esa nafas olayotgan nafas yo'li bekilib qolgan yoki yo'qligini bilish uchun uning og'zini ochib, tili orqaga ketgan yoki yo'qligini aniqlayman. Agar tili orqaga ketgan bo'lsa, uni asbob bo'lsa asbob yoki qo'lim barmoqlarim bilan tilini joyiga qaytaraman va nafas yo'lini ochaman. Ana endi odam va uning salomatligi fanidan tezkor savollarni beraman. Sizlar esa ushbu savollarga javob berib, guruhingizga ball olib berasiz. Buni birinchi bo'lib sizdan boshlaymiz. Madinaxon, tayyormisiz? Asabiylashishga va xavotirlanishga qarshi ishlatiladigan dorilarning umumiy atamasi nima? Tinchlantiruvchi dorilar. To'g'ri. Burun shilliq pardasining yallig'lanishiga nima deyiladi? Rinit deyiladi. Yoki bo'lmasa tumov, to'g'ri. Odamdagi og'ir quvvatsizlik, tananing sovuq bo'lishi yoki xushsizlik va tez yuzaki qon tomiri urishi bilan kechadigan holatga nima deyiladi? Bezgak. Shok holati deyiladi. Yuqumli kasalliklarning tez va keng tarqalish jarayoni nima? Kingiz. Epidemiya. Jigar ostidagi kichik muskulli xalta nima? Bu xaltaga asosan safro to'planadi. O't pufak. O't pufaga, to'g'ri. Qonning qon tomirlari devoriga urish kuchi nima deyiladi? Puls. Yo'q, bu qon bosimi deyiladi. Qonni tozalashga yordam beruvchi va uni zaharlardan xalos qiluvchi a'zo qaysi? Jigar. Jigar, to'g'ri javob berdingiz. Ana endi tezkor savollarni siz bilan davom ettiramiz. Tayyormisiz? Tana haroratining odatdagidan ortib ketishiga nima deyiladi? Gipertermiya, ya'ni isitma deyiladi. Isitma deyiladi, to'g'ri. Aerozol qanday dori? Aerozol ingalyator dori hisoblanib, u purkab ishlatiladigan doridir. Bu asosan Purkab ishlatiladigan dori. nafas yo'llariga sepiladigan dori. To'g'ri, purkab ishlatiladigan dori. Qon tarkibidagi qizil hujayralarning kamligi natijasida qonning suyuqlashishidan kelib chiqadigan kasallik nima? Bu anemiya, ya'ni kamqonlik deyiladi. Kamqonlik, qoyil. O'pkaga havo olib boruvchi naylar nima? O'pkaga havo olib boruvchi naylar? Bu kekirdak. Bronxlar. Oshqozon osti bezi ishlab chiqaradigan qon tarkibidagi qand miqdorini nazorat qiluvchi modda nima? Bu insulin. Keyingi savol. Tishga bakteriya kirib, uni shikastlashi natijasida paydo bo'ladigan qora dog', ya'ni kavak qanday kasallik? Bu karies kasalligi. Ha, tishning kariesi, qoyil. Oxirgi savol. Odamning o'ziga keltirib bo'lmaydigan darajada hushdan ketishiga nima deyiladi? Koma deyiladi. Ha, yana bir ballni qo'lga kiritdingiz. Odam va uning salomatligi fanidan bergan savollarimga aytgan javoblaringiz natijasini biologiya fanlari nomzodi Mamlakatxon Umarova baholaydilar, marhamat. Kosonsoy guruh qatnashchisi Madinaxon 7 ta savoldan 4 tasiga to'g'ri javob berdilar. Pop guruh qatnashchisi Abdulhabid 7 ta savoldan 5 tasiga javob berdilar. Kosonsoy guruh qatnashchisiga 4 ball, Pop guruh qatnashchisiga 5 ball bilan baholandi. Umumiy hisob 15 va 16. Endi Pop guruh qatnashchilari oldinga chiqib olishdi. Musobaqa maydonida Namangan viloyatidan kelgan Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabining Kosonsoy hamda Pop tumani To'da qishlog'idagi 11-umumiy o'rta ta'lim maktabidan kelgan Pop guruhlari. Endigi fanlardan birini Pop guruh qatnashchilari tanlashadi. Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari fanini tanladik. Bu fandan Saodatxon javob beradilar. Dilshodaxon, sizlardan-chi? Bizning guruhdan Dildoraxon javob beradilar. Marhamat, kelinglar javob berish o'rniga. Saodatxon, yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch asarini butun mamlakatimiz o'qib chiqdik, to'g'rimi? Demak, siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak. Mana shu asarda buyuk shaxslarga baho berganlar, ularga ta'rif berganlar. Mana siz hozir ana shu buyuk shaxslardan kimlarni sanab bera olasiz? Prezidentimizning yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asaridagi buyuk shaxslardan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy, Sohibqiron bobomiz Amir Temur, tibbiyot ilmining sultoni Ibn Sino, Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Ozod Sharafutdinov, G'afur G'ulom, Zulfiya xonim va boshqa buyuk shaxslar hayot haqida prezidentimiz o'z asarlarida ularning faoliyatlariga yuksak baho berganlar. To'g'ri aytasiz. Dildoraxon, mana bilasizki, bunyodkor va vayronkor g'oyalar bor. Ular haqida qanday ta'rif bera olasiz? Vayronkor g'oya insonning ongini zaharlaydi va salbiy intilishlarni uyg'otib, yomon yo'lga boshlaydi.
Bunyodkor g'oya esa insonning ongida yaxshi niyatlarni, ezgu intilishlarni paydo qiladi va yaxshi yo'lga boshlaydigan g'oya. Ana endi sizlarga milliy g'oya va ma'naviyat asoslari fanidan test savollarini o'qib eshittiraman. Qo'lingizda variantlar bor, kuzatib turishingiz mumkin. Ma'rifat so'zi ko'plik ma'nosida kelganda qanday ma'noni ifodalaydi? A. Bilim ma'nosini, B. Ma'rif ma'nosini, C. O'qimoq ma'nosini, D esa A va B variantlar to'g'ri. O'ylashingiz va to'g'ri javobni belgilashingiz uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Dildoraxon javobingiz? B javob ma'rif ma'nosini. Saodatxon? Meniki ham B javob ma'rif ma'nosini. Ma'rifat so'zi ko'plik ma'nosida kelganda ma'rif ma'nosini bildiradi. To'g'ri javob berdingiz. Keyingi savol. Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoxud Axloq asari qanday xarakterdagi asar? A. Tarixiy xarakterdagi asar, B. Avtobiografik xarakterdagi asar, C. Axloqiy ma'rifiy xarakterdagi asar, D esa ma'rifiy xarakterdagi asar. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Saodatxon javobingiz? Mening javobim C javob axloqiy ma'rifiy xarakterdagi asar. Dildoraxon siznikichi? D javob ma'rifiy xarakterdagi asar. Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoxud Axloq asari axloqiy ma'rifiy xarakterdagi asar. To'g'ri javob berdingiz Saodatxon. Amir Temurning qaysi fikrida uning ma'naviy qarashlari mujassamlashgan? A. Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan fikrida. B. Kuch adolatda degan fikrida. C esa bilimli kishi qimmatli oltindir degan fikrida. D esa kuch bilim va tafakkurda degan fikrida. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Dildoraxon javobingiz? D javob kuch bilim va tafakkur degan fikrda. D. Kuch bilim va tafakkurda degan fikrda. Mening javobim B javob kuch adolatda degan fikrida. Amir Temurning qaysi fikrida uning ma'naviy qarashlari mujassamlashgan degan savolimga ikkala guruh qatnashchisi ikki xil javob berdi va ulardan Saodatxonning tanlagan variantlari to'g'ri bo'ldi. Kuch adolatda degan fikrida. Ma'rifatning maqsadi xarakterni tarbiyalashdan iborat. Ushbu mashhur fikr muallifi kim? A. Ingliz faylasufi Gerbert Spencer, B. Nemis faylasufi Georg Hegel, C. Alisher Navoiy, D esa Zahiriddin Muhammad Bobur. Vaqt tugadi. Saodatxon javobingiz? B javob nemis faylasufi Georg Hegel. Siz javobingiz? C javob Alisher Navoiy. Ma'rifatning maqsadi xarakterni tarbiyalashdan iborat degan ushbu mashhur fikr ingliz faylasufi Gerbert Spencer qalamiga mansub. Ikkalangizni ham javoblaringiz noto'g'ri bo'ldi. Keyingi savol. Insonning ichki va tashqi go'zalligi yoritilgan Fozil odamlar shahri asarining muallifi kim? A. Mirzo Bobur, B. Abu Nasr Farobiy, C. Abdurahmon Jomiy, D esa Abu Rayhon Beruniy. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Dildoraxon javobingiz? B javob Abu Nasr Farobiy. Siz javobingizchi? B javob Abu Nasr Farobiy. Insonning ichki va tashqi go'zalligi yoritilgan Fozil odamlar shahri asarining muallifi haqiqatan ham Abu Nasr Farobiy. To'g'ri javob berdingiz. Toj Mahal yodgorligi kimga atab qurilgan? A. Arjumand Bonuga, B. Jahonoro begimga, C. Gavharshod begimga, D esa Saroy mulk xonimga. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Saodatxon javobingiz? A javob Arjumand Bonuga. Siz javobingizchi? A javob Arjumand Bonuga.
Toj Mahal yodgorligi kimga atab qurilganini bilmaysizlarmi? Axir bu saroy mulk xonimga atab qurilgan-ku. Desam ishonmang, chunki siz to'g'ri javobni berdingiz. Arjumand Bonoga. Ma'mun akademiyasi qaysi shaharda tashkil topgan? A. Samarqandda, B. Qarshida, C. Termizda, D esa Xivada. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Diloraxon. Javob Xivada. Xivada. Sizning javobingiz-chi? D javob Xivada. Ma'mun akademiyasi Xiva shahrida tashkil topgan, to'g'ri javob berdingiz. Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari fanidan bergan savollarimga aytgan javoblaringiz natijasini professor Diloraxon Bobojonova baholaydilar. Kosonsoy guruhini himoya qilayotgan qizimiz Dildoraxon 7 savoldan 4 tasiga to'g'ri javob berdilar. Pop guruhini himoya qilayotgan qizimiz Saodatxon esa berilgan 7 savoldan 6 tasiga to'g'ri javob berdilar. Natijada Kosonsoy guruhiga 4 ball, Pop guruhiga esa 6 ball berishga qaror qildik. Umumiy hisob 19-22. Hamon oldinda Pop guruhi. Musobaqa maydonida Namangan viloyatidan kelgan Kosonsoy hamda Pop guruhlarining qatnashchilari. Demak, endigi fanlardan birini Kosonsoy guruh qatnashchilari sizlar tanlaysizlar. Marhamat, 3 ta fandan qaysi birini tanlaysizlar? Biz guruhimiz bilan kelishgan holda geografiya fanini tanladik. Bunga Tohirxon javob beradi. Sizlardan-chi Dilfuzaxon? O'zim javob berishga harakat qilaman. Dilfuzaxon, Tohirjon, marhamat kelinglar javob berish o'rniga. Tohirjon, qishlog'ingizni oti Chindovul ekan, a? Men Chindovul degan so'zni to'g'risi endi eshitib turishim. Bu qanday ma'noni bildiradi? Nimani anglatadi? Chindovul qishlog'imizning ma'nosi Chin ovul, ya'ni haqiqiy ovul degan ma'noni bildiradi. Bizning qishlog'imiz tog' yonbag'irlarida joylashgan. Qishlog'imizda minglab chinorlar va dam olish maskanlari borligi sababli ko'p yurtlardan sayohatchilar kelishgan. Va ular bizni qishlog'imizning odamlarini samimiy va saxiyligini ko'rib, qishlog'imizni Chinovul, Chin haqiqiy ovul ekan deb nom berib ketishgan. Qishlog'imizda 2 ta maktab, bitta litsey va bitta bog'cha bor. Dilfuzaxon, nega sizlarning qishlog'ingiz To'da deb ataladi? Qadimda aholi Farg'onani ikkiga bo'lib o'tadigan Sirdaryoning o'ng tarafiga kelib joylashishadi. U yerda dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Shu tufayli odamlar o'sha yerga joylashib, To'da qishlog'i vujudga kelgan. Oqtepa degan yodgorlik bo'lib, o'sha yerdan Ipak yo'li o'tgan. Oqtepaning vujudga kelishini aytsam, qadimda karvonlarning adashib qolmasligi uchun katta tepalik yasashgan va u yerni Oqtepa deb atashib, tepalikning uchini kovlashib, u yerga o'tin tashlashgan va u yerni tutatib, kelayotgan karvonlarga adashib qolmasliklari uchun yordam berishgan. Ana endi sizlarga geografiya fanidan tezkor savollarni o'qib eshitiraman. Buni Tohirjon sizdan boshlaymiz. Insoniyatni chuchuk suv bilan ta'minlaydigan manba nima? Daryolar. Daryo suvlari, to'g'ri. Amudaryo, Zarafshon, So'x va Isfara daryolari asosan nimadan to'yinadi? Qor va muzlardan. Qor va muzliklardan to'yinadi, to'g'ri. Baland tog'lar va chuqur okean cho'kmalari yer po'stinining qayerlarda joylashgan? O'rtalarda. Litosfera plitalarining chegaralarida joylashgan. Keyingi savol, ko'llar dengizlardan nimasi bilan farq qiladi? Dunyo okeani bilan bog'lanmagan bilan farq qiladi. To'g'ri. Yer sharida 800 ta so'nmagan vulqon bor. Ularning eng ko'p tarqalgan joyi qayer? Keyingi. Tinch okeanidagi tutash sohil va orollar mintaqasida. Keyingi savol, qaysi shamol dunyo okeanida eng katta oqimni hosil qiladi? G'arbiy shamol. Qoyil. Geografik qobiqni harakatga keltiradigan manba nima? Modda va energiyaning aylanma harakati. Qoyil, barakalla. Keyingi savollarni sizga o'qib eshittiraman Dilfuzaxon, tayyormisiz? Tayyorman. Okeaniya deyilganda Tinch okeanining qaysi qismlari tushuniladi? Markaziy janubiy qismlari. Nega ikkilanib javob beryapsiz Dilfuzaxon? Lekin siz to'g'ri javob berdingiz. Dadilroq bo'ling. Okeaniyaga tegishli orollar soni qancha? Bu 7000 ga yaqin. Aniqrog'i 7000 ta. Mo'tadil iqlim mintaqasida okeaniyaning qaysi qismi joylashgan?
Markaziy va janubiy. Yangi Zelandiya qismi. Keyingi savol. Qanday iqlim keskin kontinental iqlim deyiladi? Yozi jazirama issiq, qishi sovuq, bug'lanish katta, yog'in kam bo'lgan iqlim. To'g'ri. To'lqinning ikkita qo'shni qirrasi orasidagi masofa nima deb yuritiladi? To'lqin uzunligi deb yuritiladi. Dilfuzaxon, dadilroq bo'ling. Niagara sharsharasi qaysi ko'llar oralig'ida joylashgan? Eri, Ontario ko'llari oralig'ida joylashgan. Keyingi savol. Geografik qobiqqa issiqlik qayerdan keladi? fazodan va yerning ichki qismidan. Qoyil, to'g'ri javob berdingiz. Geografiya fanidan bergan savollarimga aytgan javoblaringiz natijasini geografiya fanlari nomzodi dotsent Mirali Mirakmalov baholaydilar. Qosonsoy guruhi ishtirokchisi berilgan 7 savoldan 5 tasiga to'g'ri va aniq javob berdi va 5 ball bilan baholandi. Pop guruhi ishtirokchisi berilgan 7 savoldan 3 tasiga to'g'ri va aniq javob berdi va 3 ball bilan baholandi. Umumiy hisob 24-25, oldinda Pop guruhi. Mana ikkita fan qoldi, fizika va matematika fanlari qoldi. Ushbu fanlardan qaysi birini tanlaysiz? Demak, Pop guruhining qatnashchisi Dilfuzaxon? Guruhimiz bilan kelishgan holda fizika fanini tanladik. Musobaqa qoidasiga ko'ra bir fanni tanlab, guruhingiz bilan javob berishingiz kerak edi. Siz guruhingiz bilan javob berasizmi yoki biror kishi chiqadimi? Guruhimiz bilan javob beramiz. Guruhingiz bilan javob berasiz. Demak, Dilshodaxon, sizlardachi? Sizlar guruhimiz bilan javob beramiz. Demak, unday bo'lsa, fizika fanidan sizlarga topshiriqni fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Damin Shamsiyev beradilar. Marhamat. Hurmatli musobaqadoshlar, qish fasliga yaqinlashib kelyapmiz. Yaqin orada yerlarimizni, dalalarni oppoq qor qoplaydi. Sizlarga ana shu qorga doir hayotdan kelib chiqqan holda bitta savol bermoqchimiz. Savol shundan iboratki, yangi tushgan toza qor tezroq eriydimi yoki chang bosib ifloslangan qor tezroq eriydimi? Va javob izohlansin. Qor tez yozdik. Toza qor. Omon yoz. Yangi tushgan qor tez eriydimi yoki chang qor tez eriydimi? Muzlaydi, yangi tushgan qor yumshoq bo'ladi, tez erishi oson bo'ladi. Tushundingizmi? Javob. Yangi tushgan qorda yer issiq bo'ladi. Yer issiqlikda tez yumshoq bo'ladi. Eski ifloslangan qorda esa loy bilan iflos chang bilan muzlaydi. Vaqt tugadi. Javoblaringiz yozilgan qog'ozni hakamlarga topshiring va javobni eshitamiz. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda shu fikrga keldik. Osmondan tushgan qor tez eriydi. Chunki hatto yer taftidan, hattoki yer muzlagan bo'lsa ham yangi tushgan qor tez kichkina parchalar tez eriydi. Agar ifloslangan qor bo'lsa, u loy va changlar bilan bir-biriga aralashib qotib qoladi va erish jarayoni sekinlashadi. Pop guruhi, ana endi sizning javobingizni eshitamiz. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda ifloslangan qor tezroq eriydi degan fikrga keldik. Chunki toza qorga quyosh nuri tushganda ma'lum miqdordagi quyosh energiyasini qaytaradi va qorning erishi sekinlashadi. Ifloslangan qorga quyosh tushganda esa quyosh energiyalarini uncha qaytara olmaydi va uning erishi sekinlashadi, tezlashadi va u qor tezroq eriydi. Aslida to'g'ri javob chang bosgan ifloslangan qor tezroq eriydi. Hayotdan atrofimizga qarab mantiqan fikr yuritib javob qidirsak ham bo'ladi. Nima uchun yoz faslida hammamiz oq kiyim kiyishga harakat qilamiz? Oq rang o'sha kamalak ranglari ichida energiyani, quyosh nurini qaytarish xususiyatiga ega bo'lgan rang. Pop guruhi qatnashchilariga 5 ball bilan, Qosonsoy guruhi qatnashchilarini qilgan harakatlarini hisobga olgan holda 2 ball bilan taqdirlashga qaror qildik. Umumiy hisob 26-30 bo'ldi. G'olib Pop guruhi bo'ldi. Shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.